har mahal qo'ylarini qo'rasiga qamagandan keyin qo'ylariga qarab oyatal kursiyni o'qir ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum deb oxirgacha o'qir ekanda, undan keyin qo'ylari tomon shuf derkan, suf derkan. Va uyga kirib ketar ekan. Boshqa qo'ylarni, boshqa cho'ponlarning qo'ylariga bo'rilar, o'g'rilar, qanaqangidir kasalliklar kelsa, buning qo'ylariga hech qanaqangi kasallik, bo'rining hujum qilishligi, o'g'rining hujum qilishligi, qanaqangidir talofotlar bo'lmas ekan. Bir kun aytadi cho'pon, bir kun keldim, yomg'ir yog'ayotgan edi. Yomg'ir yog'ayotganida men qo'ylarimni xonasiga, qo'rasiga qamadimda, undan keyin yugurib uyga kirdim. Yugurib uyga kirganimdan keyin kiyimlarimni almashtirib, kiyimlarimni quritib, choyimni ichib bo'lganimdan keyin esladim. Men bugun qo'ylarimni qamaganimdan keyin oyatal kursiyni o'qidimmi yoki yo'qmi dedim. Va esladim, bugun o'qimagan ekanman. Yarim tun bo'lgan. Yarim tunda chiqdimda qo'yxona tomonga qarab oyatal kursiyni o'qidim. Uyga kirib xotirjam yotdim. Ertalab bomdod namozini o'qiganimdan keyin borib qo'ylarimni endi chiqarib ovqatlantiraman desam, bir odam ko'zi ko'r qo'ylarim ichida alanglab yotibdi. Har qayerga boradi, u yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, u yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Va men uni oldiga borib, birodar, sizni ko'zingiz ko'r ekan, siz yo'lingizni adashtirib, meni qo'yxonamga kirib qolibsiz, sizga men yo'l ko'rsataman deb qo'lidan olib tashqariga chiqarsam va undan holatni so'rayapman. Siz qanday qilib bu joyga kirib qoldingiz desam, agar men aslida o'g'riman. Kechqurun sizni qo'ylaringizni o'g'irlayman deb kiruvdim. Qo'ylar ichidan bir semizrog'i baquvvatini tanlayman deyotgan bir vaqtimda birdaniga nimadir bo'ldi-yu, ko'zim ko'rmay qoldi.